Чусока бэкстейдж, marhamat. Это моя. Сейчас снимаю. Ertalabdan Chusoka kelgam soat 10 dan va mana shunaqa syomkalar qildik. Undan tashqari ish bo'yicha ham kelgandim. Karis aralash o'zbekcha laqatumlar boshlandi va albatta do'stlarimni ham ko'rdim. Do'stlarimdan tashqari maza qilib obojonimni ham ko'rishib oldim. Obunachilar shunda qilib bilmayman, sizlarni har doim kutaman shunaqa meroperatsiyalar bo'lsa, sizlarni ko'rgim keladi har doim deb. Albatta Vanyom bilan Jongun bilan rasmga tushib oldim. Ha, yana o'ynadik. Bilmayman qanaqa ismi nima edi. O'ynam har xil o'yinlar o'ynab chiqdik va yulduzchalar olib oxiri surpriz, qanaqa surpriz bo'ladi desam, chupa-chup ekan. Takshini esa 1-2 marta qilgandan keyin sразу tushdim. Men xursand edim chunki takshini rosa o'ynashni bilmayman. Bu toshchilarda ham вообще o'ynamadim, qaraydim o'ynamaganman. Bu nima edi? Ismi chiqdi. A few moments later deymiz. Mayli o'tkazamiz. Tak, ishimni boshladim. Ish esa hamrosan video yopish kerak edi. Albatta hazil-huzulsiz ish o'tmaydi. Protsessi shunaqa. Xo'p, undan tashqari stories qilish kerak edi. Kosmetika uchun, stories uchun menimcha eng prям noodatiy stories bo'ldi menda. Valsga tushishim ulgurdim. Undan keyin esa bizga mana shunaqa kichkinagina sovg'acha berishdi. Ichida esa krem, 2 ta krem, 3 ta krem shunaqa bor edi. Balovatlar. Xo'sh. Shu yerda stories olaman dedim, sizlar uchun juda o'xshamadi. Мне там нормально видно? Вообще? Вот, я тебя держу, если что. Ana beparasatlar o'tib ketyapti. Hammaylar kechirdik. Undan keyin yana raqslar, yana qo'shiq aytishdi va yana raqslar davom etdi. Keyin pererif bo'ldi va yana obunachimni yana bir ko'rdim. Bundan tashqari kichkina qizchani ko'rib qoldim. Oilalar bilan birga ekanlar. Oilari esa juda ham tanirganlar meni, chunki o'sha kichkina qizcha oilalariga ko'rsatganlar va men buni ham qanaqadir faxrlandim, to'g'risi. Всем привет, добро пожаловать. Всем привет, мы сейчас находимся в празднике Чусок. Все верно? В празднике или на празднике? На празднике. Блин, ладно. Russkiy язык. Shu video olishni davom etishim kerak edi, lekin ololmadim. Bilmayman. Undan keyin yana bir bor hanbok kiydim, faqat qiz bolaniki. Chunki birinchi kiyganim yarashmadi, o'shanga o'g'il bolaniki kiydim. Bu safar qiz bolaniki kiyishga nasib etdi. Rahmat staffga, men ularni juda yaxshi taniyman va buni hammadan zo'r. Вот. Keyin K-pop boshlandi, konkurslar, har xil gruppalar, odam juda ham ko'p edi. Albatta 10 ga qadar kam bo'lib ketdi. Malatang, yaxshi ko'rgan malatang super. Shunchaki bu raqslar bo'ldi, Xonmun esa joyiga qaytarildi va albatta o'rinlar ham bo'ldi. Xonmunni yutgan, Xonmunni joyiga qo'ygan albatta Agma guruhi birinchi o'rinda. Sizlarga qanaqa bo'ldi? Chusok yoqdimi yoki yo'qmi? O'z fikrlaringizni esa kommentariyada kutib qolaman.